Bir marta ingliz tili o'qituvchimga minnatdorchilik bildirish uchun email yozayotgan edim. O'yimda shunday jumla bor edi: Thank you for everything you've taught me. Lekin xayolimda o'ylab ko'rsam, bu yerda taught deb yozsam to'g'ri bo'ladimi yoki have taught deb yozsammi? Ahmoqona ko'rinishni istamaganim uchun tezda Google dan izladim. Lekin barcha o'sha grammatik qoidalar meni yanada adashtirib yubordi. Jur'atimni yig'ib quyidagicha yozdim: Thank you for everything you taught me. Birinchi qarashda to'g'ri tuyuldi va yuborish tugmasini bosdim. So'ng o'ylab qoldim. Balki bu jumla bilan o'qituvchim endi meni umuman o'qitmaydi degan fikrni bildirganmanmi? Yoki bu xayrlashuvdek chiqdimi? Mening xatoyimni takrorlamang. Taught bu past simple, ya'ni o'tmishda boshlanib va tugagan ishlar uchun ishlatiladi. Masalan, you taught me last year. Bu tugagan voqea. Have taught bu present perfect, ya'ni o'tmishda boshlangan, hozir ham davom etayotgan yoki aniq vaqti belgilanmagan hollarda ishlatiladi. Masalan, you have taught me so much. Bu davom etayotgan jarayon bo'lishi mumkin. Demak, thank you for everything you taught me deb yozsam, bu endi meni umuman o'qitmaysiz degan ma'noni bera oladi. Agar xatimni qayta yozish imkonim bo'lganida, quyidagicha yozgan bo'lar edim: Thank you for everything you have taught me. I have learned so much. Endi hamma gap aniq. Uning yordami unutilmagan va biz hanuz bog'lanamiz degan ma'noni bildiradi. Agar ingliz tilida kamroq xato qilmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimizga qo'shiling. Buning uchun QR kodni skanerlashingiz yoki tavsifdagi havolani bosishingiz mumkin.